Klaus haqida 100 ta fakt. Qani, let's go. Hayotdagi ismi Samir, familiyasi esa Yusupov. 2007-yil 18-yanvar kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida tug'ilgan va hozirgacha u yerda istiqomat qilmoqda. Bo'yi 184, vazni esa 66 kg tashkil etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasiga qarashli Prezident maktabida o'qiydi. Birinchi YouTube kanalining nomi Deskarga Gamer bo'lgan. Minecraftni birinchi marta 2018-yilda o'ynab ko'rgan va u versiya Bedrock versiya bo'lgan. Qoraqalpoq, qozoq, rus va o'zbek tillarini biladi va birinchi o'ynagan Minecraft versiyasi haqiqiy Minecraft bo'lmagan. Mana shu videoyimda ko'rsatilgan Minecraft versiyalar bilan o'xshash versiyalarda o'ynagan. Klausnikini 2023-yil sentyabr oyida o'zlashtirgan va Klausnik hech qanaqa ma'noni anglatmaydi, shunchaki jarayondor va esda qolarli bo'lgani uchun bu nickni tanlagan. 2023-yilda PUBG Mobile yo'nalishi bo'yicha ham kanal ochgan va u kanal juda ham tez rivojlangan, hattoki streamlar qilishga ham ulgurgan. Minecraftni unchalik sevib o'ynamaydi, shunchaki video uchun o'ynaydi. Animelarni ko'rmaydi va ularni ko'rishga ortiqcha vaqti ham yo'q. 50 ming obunachi yig'ganida yuzini streamlarda ko'rsatgan, lekin u juda ham sifatsiz bo'lgan. Yoqtirgan rejimi Vijivaniya rejimi. YouTuberlik Klausning hobbisi hisoblanadi. Video ideyalarini asosan o'zi o'ylab topadi. Manti va osh taomlarini sevib iste'mol qiladi va shuningdek qovurilgan baliqni ham. Neymar uning yoqtirgan futbolchisi hisoblanadi. Videolarini CapCut programmasida montaj qiladi. Prevyularini shaxsiy dizaynerlari tayyorlab beradi. Spirtli ichimliklar va alkogol mahsulotlarini ham iste'mol qilmaydi. Asosan o'zbek, qozoq va ingliz youtuberlarini tomosha qiladi. Yoqtirgan uy hayvoni it va yoqtirgan rangi qora. Zerikishga umuman vaqti yo'q. Yoqtirgan mashinasi Mercedes. Video va idea choparlari va tarjima qilib ko'tariladiganlar haqida bitta fikr aytdi va bu fikrni sizlarga qo'yib beraman. Qarang, libboy katta bo'layotgan bola oldiga maqsad qo'yadi. Ya'ni o'sha maqsadni amalga oshirish uchun kimlardadir sharoit bo'lmaydi. Masalan, kimdadir kompyuter bo'lmaydi. Men o'zimni ham boshimda o'tgan u. Kimdadir kompyuter, kimdadir mikrofon bo'lmaydi. Lekin bolaning ichida motivatsiyasi bor, ya'ni oldinga qo'ygan maqsad bor, to'g'rimi? U bola nima qiladi? Qo'lida nimasi bor? Qo'lida oddiy telefoni bo'lsa ham o'sha bilan harakat qilib, kompyuterga kimdadir videosini oladi, kimdadir videosini olib tarjima qiladi. Boshqa iloji yo'q o'sha tarjima qilib o'shani qo'yadi. O'sha bola o'sha tarjima bilan ko'tarilib masalan daromadga kirgandan keyin kompyuterga boshqa narsa olgandan keyin u 100% o'sha bola o'sha tarjimalik sohasidan chiqib ketadi. Va tarjimalik prosta unga nima deydi? Fundament hisobida turib beradi va ularni to'g'ri tushunish kerak. Albatta men qo'llab-quvvatlayman, ularga qarshiligim yo'q. Skruj Makdad va Uch bahodir multfilmini sevib tomosha qiladi. Nostalgiya. Yoqtirgan filmi esa Labirint, lekin bitta ko'rgan kinosini qayta ko'rishni ham yoqtirmaydi. Erkin kurash sport turida 2 yil shug'ullangan va hozirda stol tennis sport turi yoqadi. Hozirda Samsung Galaxy A71 telefon rusumini ishlatmoqda. Monetizatsiyadan bir tiyin ham pul topmagan. Shunchaki oddiy kanallar va videolarni reklama qilib 200-250 ming o'rtacha pul daromad qiladi. Ba'zida montaj qilishga erinadi, lekin bir boshlaganidan so'ng oxirigacha berilib ketadi. Klausning hayotdagi shiori: maqsading aniq bo'lsa, qiyinchiliklar seni to'xtatib qolmasligi kerak. Yoqtirgan fasli esa kuz fasli. Mashina haydashni ham har ehtimolga qarshi deb o'rganib qo'ygan. Oldinlari qoraqalpoq tilida kontent qilgan. Uzum va tarvuz mevalarini yoqtiradi. Yangi yilgacha 100 ga bo'lish niyati ham bor. Sevgan qizi bor, lekin bu o'qish, ish va kontentiga xalal bermaydi. Agar youtuber bo'lmaganida doktor bo'lardi. Kanaldagi eng mashhur videosi shu videosi bo'lgan. Va ushbu video 5 oy ichida 328 ming prosmotrni yig'gan va shuningdek 4 mingta like'ni ham. Hozirgi kanaldagi eng birinchi videosi 16-mart kuni chiqqan va bu video 103 ming prosmotrni yig'gan. Klausning Telegram kanali ham mavjud va Telegram kanalda 612 ming obunachisi bor. Labirint serialarining birinchi qismi muvaffaqiyatli bo'lib 19 soatda 50 ming prosmotr yig'gan va buni Klaus Telegram kanalida post qilib qo'ygan. Eng qiyin va eng ko'p vaqt ketgan videosi shu videosi bo'lgan. Bu videoda obunachilari bilan uy qurish battlini uyushtirgan. Eng mashhur shorts videosi 928 ming martani tashkil etadi. Maktabda hozirgacha 4-5 baholarga o'qiydi. YouTube sohasiga 2021-yilda kirib kelgan. Klausning ukasi ham bor va u ham yaqinda YouTuberlik sohasiga Klausning ortidan kirib kelish niyatida. YouTuberligini hattoki maktabdagi do'stlariga ham sezdirmagan. O'zbekistondagi ayrim Minecraft YouTuberlar ichi qora va ko'rolmaslik hissati juda yuqori degan fikrda. Maktabni bitirgunicha o'zining kichik biznesini ochish harakatida. Haggilarni sevib kiyadi. YouTuberligini ota-onasi biladi, lekin bunga qarshi emas, faqatgina o'qish qolib ketmasin deb aytgan. Klausning skinini rossiyalik dizayner zakaz asosida tayyorlab bergan. Hayotda kutishni yomon ko'radi. Xurrak otganlarni yomon ko'radi va o'zi ham bu ishni qilmaydi. Hayotda juda asabiy. Broltondan boshqa ovqat tayyorlashni bilmaydi.
hurmatini yoki qadrini yo'qotishdan qo'rqadi. Oilasida katta farzand. Dizerning videolarida boy rolda o'ynagan va Dizerning kanalida juda ko'p chiqish bergan. YouTube kanalini ochishiga Bekorning bitta videosi sababchi bo'lgan. Klausning yana bitta Telegram kanali bor va u Telegram kanaliga faqat musiqalar tashlab turadi va bu kanalda 22 ta obunachisi bor. Call of Duty Modern Warfare 3 o'yinini 2 kunda tugatgan. GTA 5 o'yinida Chingiz Family a'zosi. Kanalni Minecraft yo'nalishidan o'zgartirish niyati bor. YouTubedan hozircha ketish niyati yo'q. Shokir va Konstani kuzatadi va ijodini hurmat qiladi. Kelajakda o'z video o'yinini yaratish niyati bor. Yomg'irli kunda sayr qilishni va yomg'irli tunda avtomobilda yurishni yoqtiradi. Jimeri Xullas mana shunaqa mikrofonni ishlatadi. Agar Klausnikini tanlamaganda Klausning hozirgi ismi Klaus emas, ya'ni kaktus bo'lardi. Klausning heyterlarga nisbatan fikri: heyterlar menga vaqtini heyt qilish bilan sarflasa, demak men to'g'ri yo'ldaman, deb ta'kidlab o'tmoqda. Bola obunachilar, mana Klaus haqida ham 100 ta fakt so'radinglar va biz buni chiqardik. Endi shuncha mehnatni qadrlagan holda kanalimizga obuna bo'lib va videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. To'g'risini aytsam, bunaqa montaj qilish uchun meni asablarim charchab ketdi. 100 ta faktni to'plashda bizga yordam bergan Klaus jonoblariga kattakon rahmat. Kanallar opsiyasida bo'ladi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.